bo'ladi. Dod harfi faqat arablarga xos harflardan hisoblanadi. Bizlarda talaffuzimizda bo'lmaganligi uchun buni talaffuz qilishga qiynalamiz. Uning uchun ko'proq mashq qilish kerak bo'ladi va joyini yaxshilab topa olishimiz kerak bo'ladi. Hozir nazariy jihatdan tushuntirishga harakat qilaman, lekin baribir bir ko'rikdan o'tkazib olish kerak bo'ladi ustozdan, chunki dodni bu osonlikcha chiqadigan harf emas, mashq qilaverib joyini topib olgandan keyin mashq bilan chiqadigan. Ayni paytda kimdir to'g'rilab turish kerak bo'ladi. Mana bunday xato bo'lyapti, mana bunday chiqish kerak deb. Shuning uchun e'tiborliroq bo'lamiz. Bu sal murakkabroq harf. Dodda mana buni tilimiz deb oladigan bo'lsak, dodning mahraji tilning ikki yoni hisoblanadi. Tajvid tilida haffatul lisan deyiladi. Tilning mana shu ikkita yoni. Tilimizning uchi mana bu deb oladigan bo'lsak, bu qayrilgan joydan bu yoni, bu qayrilgan joydan bu yoni, demak dodning mahraji hisoblanadi. Va ichki devori, ya'ni tepa jag'tishning ichki devori hisoblanadi. Mana shu tilimizning mana shu yoni tepa jag'tishimizning ichki devoriga tegishi kerak bo'ladi. Dodni talaffuz qilayotganimizda agar sukunli holatda talaffuz qiladigan bo'lsak, mana shunday tegib, ozgina sirg'alib, ushalib turish natijasida chiqadi. Agar harakatli harfda talaffuz qiladigan bo'lsak, urilib chiqish kerak bo'ladi. Shu yerga tegish kerak bo'ladi. Do, di, bu deb. Endi buni qanday talaffuz qilamiz? Mahraji, demak, ikkita yoni qarshisidagi jag'tishlar bilan dedik. Insonning xilqati har xil, kimnidir tili yo'g'on bo'ladi, kimnidir tili ingichka bo'ladi. Shu e'tibordan ham dodni chiqarayotganda mashq qilishdan oldin e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Tili qalinlar ikkita tarafga ham baravar teqqiza olishi mumkin. Unday teqqizadigan bo'lsa, yana ham mukammal chiqqan bo'ladi. Juda ham yaxshi bo'ladi. Agar tilimiz qalin bo'lib, ikkita tarafini ham jag'tishimizga teqqizib chiqara olsak, yaxshi. Lekin tili ingichkalar bo'lishligi mumkin. Tili ingichka bo'ladigan bo'lsa, yoki o'ng yoki chap tarafiga teqqizilish kerak bo'ladi. Uni mashq qiladi, hamma har xil bo'lishi mumkin. Kimgadir o'ng tomon osonroq bo'lishi mumkin, kimgadir chap tomon osonroq bo'lishi mumkin. Buni bittada mana shu tarafdan chiqaraman deb kifoyalanish kerak emas. Endi boshlovchilarimiz bo'lsa, ham u tarafga teqqizib ko'rsin, ham bu tarafga teqqizib ko'rsin, mashq qiladi va insonni o'ziga seziladi. Qaysi tarafga til yengilroq boryapti? Kimnikidir bu yoqqa oson borgani bilan chap tomonga umuman kelmasligi mumkin. Kimnikidir chap tomonga tez borsa-da, o'ng tarafga kech qolishi mumkin tilining jag'tishga tegishligi. Shuning uchun tanlov olinish kerak bo'ladi. Va ayni paytda dodda sukunli bo'lgan paytda umuman havo chiqmasligi lozim. Mana shu tilimizni, demak, jag'tishimizga tegish jarayonida tilimizning uchi tanglayga bilinar-bilinmas tegib turib, ichkaridan kelayotgan havoni qamashga xizmat qilish kerak. Havo shunday bosim bilan kelish kerakki, havo bu yerda qamalib, o'sha istitola degan sifatini hosil bo'lishiga xizmat qiladi. Ayni paytda havo qamalganda tilimiz ham shishib, jag'tishga yetib borishligi ham osonroq bo'ladi. Ozgina bo'lsa-da, havo chiqib ketib qolishligi kerak emas. Masalan, adf bo'lib qolsa bo'lmaydi. Adf yoki av. Tilimizni olib borishga harakat qilamiz, lekin havo chiqarib yorishligimiz mumkin. U ham xato hisoblanadi. Av. Umuman havoni qamab qolish kerak. Av bo'lsa ham bo'lmaydi. Zarracha havo chiqmasligi lozim. Hammasi og'izda qamalib, ichkarida qolishligi kerak bo'ladi. Yana kuzatilish mumkin bo'lgan xatolardan qalqala qilib qo'ymaslik kerak. Ado bo'lsa ham bo'lmaydi. Qalqala bo'lib qoladi. Ado. Tilimiz mana shunday tekkancha qotish kerak, havoni qamab ushab qolish kerak. Ado desak qalqala bo'ladi. Av desak voga o'xshab qoladi. Avf bo'lsa sifati buziladi. Avf
havo chiqib ketib qolsa to'g'ri bo'lmaydi. Va yana bir narsani eslatib o'tamiz. Ayrim o'quvchilarimiz shu jag' tishimizning ovqat tanovul qilgan paytda chaynaydigan joyiga kirg'izib o'sha yerda tishlashimiz kerak degan tushunchalar ham bo'lar ekan. Buni ham eslatib o'tmoqchimiz. Noto'g'ri. Ya'ni tilimizni o'sha mana shu yon qismini haligi jag' tishning orasiga tekkizishimiz kerak ekan. Ya'ni ikkita jag'i orasida turish kerak ekan deb al deb talaffuz qiladiganlar uchrab turar ekan. Shuni ham aytib o'tmoqchimiz. Tilning uchiga aloqasi yo'q. Tilimizning yon tomoni tepa jag' tishimizning ichki devoriga, mana bu yer ovqat tanovul qiladigan joyimiz bo'ladigan bo'lsa, ichki devori mana bu yer milkka tutashib ketgan joy bo'lsa, mana shu yeriga urilishi, sirg'alishi natijasida bot talaffuz qilinadi. Doskaga e'tibor berib turamiz. Buni misollar bilan mana bu yerda makhraj ko'rsatilgan. Mana tilimizning mana shu yoni, haligi hafatul lisan degan joyimiz, mana shu tilning yon qismi. Mana bu esa o'sha tepa jag' tishimiz hisoblanadi. Tepa tishlarimiz. Mana bu ko'k rangda ko'rsatilgan joy, demak, haligi tilimizning o'sha cheti tegadigan joylaridir. Mana shu jag' tishlarimizning ichki devoriga mana shu milklarimiz aralish, mana shunday tegish kerak bo'ladi. Aytganimizdek, tili qalin bo'lsa, bodi ikkita yo'g'onning orasida qolib ketgan ingichka bani ingichkaligini bildirish lozim. Yo'g'on bo'lib bobotu bo'lib qolmasligi kerak. Bobetu, bo yo'g'on, b qalqala va ingichka, tu ham yo'g'on. Da'fu, bo'ga e'tibor beramiz. Za'fu bo'lmasin. Aynning baynigaligini bir muddat bildiramiz. Da'fu ham bo'lmasligi kerak. Qalqala bo'lib da'fu ham bo'lmaydi. Da'fu. Ardu, demak a ingichka, ro yo'g'on. Ardu bo'lmasin. Ardu bo'lib r ham ingichka bo'lib qolmasligi lozim. Ardu. Madmuribe. Demak, botga e'tibor beramiz. Mana shunday havoni ushlab qolishimiz kerak. Madf bo'lsa bo'lmaydi yoki madoribe ham bo'lmaydi. Qalqala bo'lib qo'yayotgan bo'ladi. Madorib bo'lsa mana shunday. Madmuribe roga tortib olayotganimiz bilinmasligi kerak botning mahrajidan. Madmuribe. Midmurabe. Idoribe ham emas. Idribe ham emas. Tadmuribu. Demak, to bo'lib qolmasligi kerak. Dotni yo'g'on qilaman deb tadmuribu hamda dotni yana qalqala bo'lib qolmasin va havo ham chiqib ketmasin. Tadmuribu. Bir muddat tovush kelish kerak bo'ladi. Al deganimizdek tadribu bo'lib ovozsiz ham bo'lmasligi kerak. Chunki bunda jahr degan sifat ham bor. Istitolasini ham bildirish kerak. Ana shunday degan tovush. Tadribu bo'lsa jarangsiz bo'lib qoladi. Admuribu. Nadmuribu. Demak, buning uchun botning o'zini oldin yaxshilab mashq qilib olamiz. Buni mashq qilishlik deyishlik bilan bo'ladi. Mana shu holatni tuzatib olsak, keyin o'z-o'zidan mana bu misollar tushib ketaveradi. A ni o'rniga n ni qo'yamiz, nam bo'ladi. Ta ni qo'ysak, tab bo'ladi. Ad o'rniga i ni qo'ysak, id bo'ladi. Oldin demak, deb botni o'zini to'g'rilab olish kerak bo'ladi.
iḍtaraba iḍtaraba ittaraba bo'lsa bo'lmaydi. Ittaraba idtaraba ham bo'lmaydi. Qalqala iztaraba ham bo'lmasligi kerak. Balki idtaraba yadtaribu istad'afa demak sinni ham raqovasiga e'tibor beramiz, botni ham istitola va boshqa sifatlarni ushlab turishlik. Yastad'ifu bu yerda demak o'sha aytganimizdek suyanish tilimizning uchiga ko'payib ketadigan bo'lsa d chiqib qolish ehtimoli bor. Ana o'shani ajratib olish ma'nosida darsu borsu demak bu yo'g'on va mahraji ham yondan chiqadi, tilimizning uchidan emas. Borsu bunda yana e'tibor beradiganimiz demak suvlarga ham e'tibor beramiz. Rni yo'g'onligiga darsu bo'lmasligi kerak. Darsu davru yo'g'on, su ham oldin mahrajini chiqarib keyin zammaga yuriladi. Borsu ham xuddi shunday. Wada demak vav ham ingichka, d ham ingichka bu yerda. Qalqala wad'u bu yerda esa wad'u vovni ya'ni botni yo'g'on qilaman deb wad'u devormaslik kerak. Wad'u ba'du ingichka, ba'du yo'g'on. Dayfu adlu ضهبو ضبطو ضعفو عرضو مضرب مضرب اضرب تضرب أضرب نضرب اضطرب يضطرب استضعف يستضعف درس ضرس ودعو وضع بعد ba'du. Demak, bugungi darsimiz mana shundan iborat. Botni ko'proq mashq qilsak, botdan o'zi bilinadi qanchalik mashq qilinganligi. Botimiz agar shu tuzalib oladigan bo'lsa, asosan shu qiyin bo'lgan harflarimiz bittasi shu botdir. Bot ha chiqishligi murakkabroq bo'lgan, ayn bizda bo'lmaganligi uchun, shuning uchun lekin mashq qilinadigan bo'lsa mukammallashib boraveradi. Birdan chiqishi qiyin. Buni bittada chiqara olaman deb harakat qilish ham noto'g'ri va chiqmay qolsa, chiqmas ekan deb beparvo tashab qo'yish ham noto'g'ri. Asta-sekinlik bilan shu mashq qilaverib malaka bilan hosil bo'ladigan narsa. Shuning uchun to'xtatib qo'ymasdan mukammal ishlaydigan bo'lsak,